Yılandaki Y. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Y. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Y'ning beshidan ulindigan shakli. Misol: yo'lvas. Y'ning bosh va oyog'idan ulindigan shakli. Misol: adyal. Y'ning oyog'idan ulindigan shakli. Misol: sharqiy. Y'ning ayrim shakli. Misol: choy. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Yo'lvas. Y harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Adyal. Y harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Sharqiy. Y harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Choy. Y harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Ay, bay, say, yosh, yap, ya, sa, yasa, ya, sha, yasha, ya, zay, yazay, ya, tay, yatay. Yulduzlarga qo'naman. Osmondagi po'lat qush o'ynab uchsan. Qoyil qilib hammani hardam zafar quchsan. Uzoq yerlar sen bilan bizlar uchun bir qadam. Seni shundoq uchargan qudratlik botir odam. Menmi o'qib cho'ng bo'lib botir lochin bo'laman. Fan texnika qanotim yulduzlarga qo'naman.